%8.7% esa 500 dan 1000 kishigacha bo'lgan katta to'ylarni qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Bunga asosiy sabab sifatida ijtimoiy tarmoqlar orqali shakllanayotgan ideal to'y obrazi xizmat qilmoqda. To'ylarimiz bugungi kunda musobaqalashish tarziga o'tib ketayotgani ham sir emas. Ushbu o'quv seminarini o'tkazishdan asosiy maqsad keng jamoatchiligimiz, ziyolilarimizni qamrab olish. Bu albatta yurtimizda hozir bo'layotgan maromiylik, ya'ni to'y va tantanalarimizni ortiqcha isrofgarchiliksiz o'tkazishni asosiy masala qilib olingan. Oliy ta'lim muassasalari yangi avlodning qadriyatlar tizimini shakllantiradigan va sinaladigan maydon bo'lishi bois, o'qituvchi professorlar nafaqat fan, balki to'g'ri hayot namunasini ham berishlari lozim. O'quv mashg'ulotida asosan bizning o'zbek xalqiga to'g'ri keladigan, umummilliy qadriyatlarni ulug'laydigan maromiylik marosimlari haqida gap bo'lib o'tdi. Bunda asosan to'ylarni dabdabali, ortiqcha sarf-xarajatlar bilan bo'lishi, chetdan kirib kelgan yot g'oyalarni ilgari surishga, yoshlarimizni ongini buzishga yo'l qo'ymaslik, ularni oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar qilishimiz kerakligi bizlarga tushuntirib o'tirildi. Bunday seminar-treninglar mutasaddilarni shunchaki tinglovchi emas, balki yangi g'oyani targ'ibotchisi hamda yangi ijtimoiy madaniyatning amaliy tashabbuskori sifatida tayyorlamoqda.